Bir kosa osh, 480 dan 500 kaloriyagacha. bir kosa massava, 180 dan 250 kaloriyagacha. bir kosa lag'mon, 350 dan 400 kaloriyagacha. bir kosa norin, O, 480 dan 500 kaloriyagacha. bir kosa sho'rva, 150 dan 200 kaloriyagacha. 4 ta 5 ta manti, 390 dan 450 kaloriyagacha. bir kosa chuchvara, Katta kichikligiga qarab 400 kaloriyagacha bo'ladi. bir kosa qovurma lag'mon, 450 kaloriyadan 550 kaloriyagacha. bir kosa dimlama, 300-350, bir kosa grechka, 200 kaloriyagacha. bir kosa sumalakchi, Hatto xayolingizga ham kelmaydi, shu taomlarning eng kaloriyaligi bu sumalak hisoblanadi. Bir kosa emas, kichkina piyoladagi sumalak 650 kaloriyaga ega. Bu ovqatlarning barchasi ozish paytida mumkin emas degan prinsiplarni unuting. Qancha kaloriya bo'lsa ham to'g'ri paytda, to'g'ri porsiyada iste'mol qilsangiz, siz aksincha vazn tashlaysiz. Manditoxila asidiyumda xuddi shu taomlarni yeb turib, mazza qilib sizni ozdiradigan marafonimga sizni taklif qilaman. Hoziroq milliy taomlarni yeb turib ozmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kommentariyada o'z vazningizni yozib qoldiring. Sizga to'liq ma'lumotni jo'natib qo'yaman.